Assalomu alaykum meni ko'rib turganlarga hammaga. Bugun bizda 31-dekabr 2025-yilning oxirgi kuni. Ertalabdan bugun Xudo xolasa bir Cadillac degan dealers kompaniyaga mashinalar ko'rish uchun keldik. Xudo xolasa hozir bir tanishib chiqamiz ham yerda. Bizda bugun yomg'ir yog'yapti. 2025 oxirgi kunda mana biz Penske degan Cadillac degan dealerga keldik. Bu yerda dealerskida mashinalar bor. Hozir ko'ramiz narx-navolarni. Tak. Mana shu yerda Xudo xolasa mana tayyor turibdi. Mashina sotishga tayyor. Mana shular kelib pulini to'lab olib ketaverasizlar Xudo xolasa. Mana chiroyli Cadillac'lar. Bilasizlar, Cadillac bu GM General Motors'u luxury modellari. Cadillac bu GM hisoblanadi, lekin luxury'si. Masalan, Toyota'da Lexus misol shunaqa luxury. Bu mashinalari Amerikani grajdanlari elitasi ko'pincha xaridor bo'ladi. Ya'ni ular yaxshi ko'radi bular. Shuning uchun bu amerikansk kompaniya yo'llarda faqat shu o'ziga to'q anaqalar boyvachchalar oladigan mashinalar hisoblanadi. Mashinalar ko'payib ketgan. Bular hammasi elektrik. Bular hamma mashina. Bular hammasi elektrik. Hatto zaryadkada turibdi. Zaryadkada turibdi bu. Kak sovg'atak qilib qo'yishgan. Yopiq ekan. Mashinalar ko'p. Kelib sekin soqqasini to'lab olib ketsa bo'ladi. Ko'chaga chiqamiz. Mana bu yo'llarda ham qo'yib tashlashgan. Mashinalar zo'r, ajoyib. Bir xil boshqa mashinalar ham turibdi, Cadillac'dan boshqa. Masalan, mana Suburban misol. Bular trading qilinganda bular. Ya'ni mashinasini olib kelib beradi. Pulni hisob-kitob qiladi-da. Olib ketadi. Atak bular o'zlari ham sotadi, mana Penske. Bunaqa mashinalari yurmagan. Ular yangi ekan bular. Bu yerda trading qilingan mashinalar ham bor. Mana ularni ham ko'ramiz. Ular GM'si ham sotishadi, GM'sini ham. Mana bu yerda trading qilingan mashinalar bor bu yerda. Bu trading qilingan mashinalar bor. Mana bu yerda mana olib keladi. Mashinalari bular oladi-da sotadi. 2023-yil. Mana 2021-yil. Bu 2025 mashina. 2022. Xullas. Trading qilingan mashinalar. Mana eski yurgan. Bu yerda mana bu Cadillac eskalik turibdi. Hozir buni ko'ramiz. Islari dahshat islari. Baland ekan. Tekrar buni kalitini olsak, haydaymiz buni. Qanday nimasi bormi? Qaysi qayerda ekan? Qanday ochiladi? To'g'risi buni ochishni ham bilmadim.
Misol uchun mana shu mashinani olsak, hozir bunisi emas, unday ekan. Asosiy nimasi? Anchagina joy bor ekan bu yerda ham. Ajoyib. Kalt yo'q, keyin kalt olamiz. 20 mayl yurgan ekan. 20 mayl degani 34 kilometr. Mashina brand new deydi, yappa yangi. Tak. Buni yopganda nimasi ko'tariladi. Yigirma ikkitalik diskalar, ikkita oldingi g'ildirak tortadi, ya'ni polniy привод emas. Polniy приводlarda benzin ko'p ketadi. Shunisi ma'qul. New cars, There you go. Congratulations on the purchase. How about the We'll last do time? business soon. Oh, thank you. Thank you so much. I hope next time I can to you for the financials. No problem. We'll take care of you. Thank you, appreciate it. You're welcome. Have a great one. Just one key? Two. One of the keys inside. Are you inside? Yes. Your books are in there. Oh, I see. Can you show me how to open the little trunk? I cannot open Oh, it. the glove box? Yeah. Yeah, open the door. I'm looking for the how to open it. I cannot. So now they went back to electric. So if you want to go on the driver's side or go on the passenger, and I'll show you how you open it. Yeah. So you can go on the driver's side, and I'll show you how you open it. So as you can see that there's no handle anymore. Yeah. So you want to go ahead and start it. So there's two ways of opening it, right? The fastest way is right here. Press this button, and it opens up for you. Oh, that's good. Right? Second one would be you have to go here, close the windows, then go parts. Oh, that's easy. Yeah. So once you get off here, the camera mode, it's right here. Little knob. So just press that button, and it opens it up for you. Oh, thank you. Yeah. You guys are welcome. Congratulations Thank you. again. All right. Have a good one again. Have a great day, boss. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, bye. Did you drop? Shunday qilib, xudo xolasa mana mashina ham oldik. Xolodin nimasini ham qo'shib ekansiz. Zo'r-ku. And this is a charging. Yeah. Charge qilyaptimi? Qara qani. Buni o'chirish kerak. There's like air coming.